salgina tupikka kirganimizda yoki muvaffaqiyatsizlikka uchraganimizda odam o'zini o'ldirib yuborgisi keladi-da. Hamma orzularidan voz kechib yuboradi-da. Ana shu nuqtada hech bo'lmasa onamiz orzulari uchun yashashimiz kerak ekanda. Hammani Telegramda qarindoshlar gruppasi bo'lsa kerak. Ana shu gruppada onangiz bolam menga hajga bilet olib berdi demaguncha yashashingiz kerak. Eng kamida mahallangizni onangizni takoy baland mashinalarda hamma qo'shnilarni oldi 2-3 martalab aylantirmagunizcha tinimsiz harakat qilishingiz kerak ekanda. Chunki ona bunga arziydi. Chaqaloqligingizni eslang. Ozgina istimangiz chiqqanda onangiz nima kasalingiz borligini bilmasdan oyoq yalang sizni qo'liga ko'tarib bolam o'lib qoladi, nima qilaman, qayeri og'riyapti deb doktorga yugurganini eslang. Yo'q, siz uni bilmaysiz. Ha, eshitgansiz qarindoshlardan, kulib eslaysiz u kunni. Lekin o'sha kuni onangizni o'zi o'lganini siz bilmaysiz-da. Endi sizni 20 ga, 25 ga kirguningizcha onangiz necha marta o'lib tirildi ekan.